Angliyada qaysi kasb spetsialistlarini topish qiyin? Birinchisi, naверное, tish doktori. Tish doktorini bu yerda topish qiyin. То есть bor tish doktorlar, hamma standartni ishlaydi. Bittasiga borasiz, и то некачественный, chap-chapga qilishadi hamma narsani. Masalan, plomba, oddiy plomba kerak bo'lsa, bizlarda qanaqa qiladi? Qora joylarini tozalaydi, narsa sepadi, paxta bilan dezinfeksiya qiladi, quritadi, paxtalar qo'yadi yonlariga. Shunaqa qiladi-yu, biz O'zbekistonda. Bu yerda kimga bormagan bo'lsam, tozalaydi ozgina, даже qaramaydi, rengen qiladi, to'g'ri. Bizanikilar ham rengen qiladi. Rengen qiladi. Keyin nomiga tozalaydi, nomiga quritadi. Mana 3 ta etap shuni qiladi-da, plombani yopishtirib qo'yadi. To so'ramaydi, qaysi plomba qilmoqchisan, rangini ham moslamaydi. Shuni yopishtirib qo'yadi, bo'ldi. Bizanikilar qanaqa aytadi? 2 soat yemang, suv ichmang, ovqat yemang, shunaqa qilishadi-yu, to'g'rimi? Bu yerda indamaydi. O'zingiz so'rashingiz kerak, ovqat bir nima yesam bo'ladimi? Ha, yevur. Garantiya berishmaydi plombaga. Tushib ketadi plombes. Bir hafta ichidami, nima ichida, o'sha mana meni bitta kollegam bor edi. 4 martami, 5 marta qildi plombasini, tushib ketaverdi. Plus ustiga yana charge qilishadi. Qaytadan pul berishingiz kerak ularga har bittasiga. O'shanga men uyga borishni kutaman, hamma tishlarimni sразу uyda qildiraman O'zbekistonda. Keyingisi parixmakerlar. Qancha bormagan bo'lsam, shu yerda mana 2008-yildan beri yashasam, kimga bormasam hech qaysi biri aytganingizdek, даже rasmini ko'rsatib turganingizdek kesmaydi. Bu yerda lekin juda ehtiyotkorlik bilan qilishadi. Masalan, borasiz parixmakerga 2-3 marta bordim, aytdim, qaysi bir nima deb o'ylaysiz, stilist, qaysi bir rang menga to'g'ri keladi, yoki qaysi bir prichoska menga to'g'ri keladi. Bunaqa, lekin nimani ehtiyotkorlik qilishadi? Решениеңizga nima hal qilsangiz, nima xohlab, nima tanlasangiz, o'shani sizdan chiqishini poylaydi. O'sha не то qilib qo'ysa, siz o'zing xohladingizni deyish uchun. Bular anglichalar sezdim, men juda ham o'zini ehtiyotkor, bir nima problema bo'lib qolsa, hozir tushuntirsam mumkin. Ishqilib orqasini yopadi o'zini ehtiyotini qiladi. Mana masalan, sochimni полный svetli qilgim keldi. O'sha kunda borsam bo'lmaydi dedi. Xo'p, nimaga bo'lmaydi? Mana rasmda bitta qizda bo'lgan, bunday menda bo'lmasa ekan, uni ham soch shunaqa temniy. Anaqa buzadi sochingni, boshqa qiladi. Mana ko'rsatma yaltirab turib, значит, sezdim, что spetsialist emas u narsani, nima qilishga qo'rqadi. Bunaqa oqartirish uchun, svetli qilish uchun men sochimni ko'proq ushlash kerak edi, bleach. Ko'proq ushasa daddalash chiqardi, kachestvasini. Mana ushattirdim ozgina ko'proq. Pasi anaqa spirga o'xshaydi, kesib tashlashim kerak, mayli, uni важно. Xullas, bu yerda parixmakerlar yana cholka keskin dedi. Mana hozir chiqdi-yu, modda anaqa pardaga o'xshab nomno tushadigan anaqa cholkalar. Oldida bitta chang qoldi, bitta kusok qoldi shu yerdan. Mana parda anaqam cholkam diagonal bo'yicha bunday kesdi, bo'ldi. Короче, xullas. Bu yerda maslahat bermayman. Agar tanishinglar, omadinglar kelib qaysi bir zo'r insonni, zo'r spetsialistni tanlasanglar, bordir balki, lekin unaqalar juda qimmat turadi bu yerda. 1000 dan oshadi, $1000, 1000 funtdan anaqadan xizmat haqi, kraskasi ishlatadiganlari, boshqasi ish qilib soch kestirmoqchi bo'lsanglar, uyingizda kestiringlar, tanishinglar. Keyingisi bu doktorlar. Doktorlar bu особый tema, отдельный qilishim kerak menimcha. Doktorlar qanaqa? Masalan, oldingi videolarimda aytgandek, bu yerda doktorlar poliklinika orqali, poliklinikada unaqa opitniy vrachlar o'tirmaydi. Spetsialistga jo'natish uchun sizda серьезный sabab bo'lishi kerak. Серьезный sabab ko'rmasa, ular sizlarni spetsialistga jo'natmaydi. O'zi birinchi davolashga harakat qiladi. Anaqada Google'da topgan simptomlari yo dorilari bo'yicha mayli qanaqadir bazaviy znaniyalari bo'lsa kerakdir, lekin unaqaja opitniy vrachlar emas deyman. Boshini sначала bosh
o'sha o'zi tuzatishga harakat qiladi, uni qildirib ko'radi. Bunaqa bo'lmasa, o'lib qolmasangiz ungacha xudo asrasin specialistga jo'natadi. Shu narsa juda qiyin. Masalan, даже qon topshirish uchun o'chirib turishingiz kerak, определенный ertalab vaqtli turib telefonda hozir приложение orqali qilishyapti. Ginekologlar asosan mana masalan men bu yerda turmushga chiqqandan keyin bizda qanaqa har 6 oy tekshirtirishga borasiz o'zingizni женский qismlaringizni. Men erga teganimdan keyin bu yerda endi hammasi yaxshi o'tdimi, normalniymi o'tdi, nima bo'lyapti, bir половой отношение ham endi boshlandi. Ginekolog qidirdim. O'sha poliklinikaga chiqib, senga nega kerak ginekolog? O просто profilaktika, sanda hech narsa yo'q, sanda anaqa nima dedi, hech qanaqa jinsiy a'zolardan yuqadigan kasallik bo'lmasa agar turmush u paytda bola hali voqli dedik, o'shanga anaqa bola bo'lmaydigan narsalarni ishlatib ochiq gapiraman, prezervativmi boshqa o'sha bilan qilayotgan bo'lsangiz, sanda hech qanaqa половой hech qanaqa mikrob bakteriyalar yoki kasalliklar bo'lishi kerak emas. Ishqilib bunday seriozningiz bo'lmasa, просто profilaktika uchun yo просто tekshirishtirish uchun ginekologga betda tushish juda qiyin. Ular shunaqa. O'shanga ko'p betda kelgan o'rganmagan odamlar asosan o'sha uyga borishni kutib turadi. O'sha uyda hamma anaqasini, protsedurasini yo tishini to'g'rilash kerakmi, yo doktorga borib kelish kerakmi, yo nima qilish kerak. O'sha anaqalar shu qizim tug'ilganida pediatr qidirdim. То есть yaxshi rivojlanyaptimi, hammasi joyidami, hammasi qami. Pediatrni ham topish qiyin bu yerda. То есть через poliklinika agar ular birdama seriozniy bolangizga birdama seriozniy bo'lmayotgan bo'lsa, просто pediatrga jo'natishmaydi. Seriozniy sabab kerak. Bolang normalniy ko'zing bilan ko'rayotgan bo'lsang, vizualni hammasi yaxshi, значит hammasi yaxshi. Tak agar nima qo'lini ko'tarmayapti yo boshini ko'tarmayapti, shu yoshgacha bir nima qilib seriozniy qilib bormasangiz, sizlarni bolani pediatrga jo'natishmaydi. Bizda O'zbekistonda borasiz, menga pediatr kerak, narxini to'laysiz, unaqa qimmat emas, to'g'ri. Sразу ko'rib, bu yog'ini o'lchab, bu yog'ini o'lchab, suylarini tekshirib, boshqasini tekshirib, balki qon oladi, yana nima qiladi. Bu yerda aytganimdek, seriozniy sabab bo'lmasa, pediatrga tushish bu yerda juda qiyin. Или личный частныйlarga borasiz. Частныйlar juda qimmat turadi. Так что ajab biz erim bilan hal qildik. Bu yerda agar bolangizni sug'urta anaqasi bilan, plani bilan vrachga yozsangiz, masalan, life insurance, hayot sug'urtasi qilinadi bola uchun. Shunaqa qildik. Ya'ni biz aytdik, biz ko'chdimiz oriqqa, bu gapira olmaydi, boshqa qila olmaydi, insurance sug'urta qilamiz, страховка qilib qo'yamiz. Chunki agar страховка orqali qilsanglar, даже частныйga borsanglar, частныйni shu страховкаlar yopadi. То есть nima kerak emas, сразу 4-5 oylab kutmasdan, chunki kichkina bola. O'shanga shunaqa qaror qildik. Oilamizda qizim faqat страховка, oila страховкasi. Xullas shunaqa gaplar.